Ularaki noldan o'rganamiz. Qarang. Birinchi virtualni yuklaymiz. O'rnatish. Batafsil OK deb bosmaymiz. Tepasini bunday tushiramiz. Mana o'rnatish chiqadi. Установка. Отпечатки сураю. Ruxsat beramiz. Yangilash. Batafsil o'rnatish. Mana bu tayyor. Ochildi vertikal. Chiqamiz. Endi GG'ni o'rnatamiz. O'rnatish. Buni ham batafsil yozamiz. Mana o'rnatish. Otish qilamiz. Keyingisi OK. Bo'ldi, mana shunday chiqqandan keyin chiqish qilamiz. Chiqish qilgandan keyin chiqamiz. Mana ikkita GG bor bizda, bo'ldi. Mana bu birinchi o'rnatganimiz. Bunga kiramiz. Plusni bosamiz. Tushamiz. Shu GG topamiz mana. Shuni tanlaysiz. Qo'shasiz. Qo'shdingiz. Shunga kirasiz keyin shu yerdan. Ruxsat. Kirdingiz mana. OK. E'tibor bering. Mana chiqdimi mana. Bu joyda boshlash. Ruscha bo'lsa start chiqadi. Mana bo'ldi. Mana GG lokomotiv chiqadi hozir. Chiqmadi. Boshqatdan boshlash qilamiz. Ekran rasmi. Nega chiqmadi? O tasdiqlashni bosish kerak edi. Tasdiqlash bosgandan keyin OKmi? Keyin boshlashni boshladim.